Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Mehmon. Men o'sha uyga faqat mehmon bo'lib kelgan edim. Ismim Jahongir, yoshim 21da. Universitetda o'qiyman, hayotim oddiy, dars, ish, yotoqxona. O'sha kuni kechqurun kursdoshim Sardor qo'ng'iroq qildi. Bir kecha biznikida qol, dedi u, erta imtihon, yotoqxona yopiladi. Oddiy taklif edi. Men rozi bo'ldim. Agar bilganimda edi. Ularning uyi shahar chetidagi eski ko'p qavatli binoda joylashgan edi. Kirish yo'lagi tor, zinapoyalari gijirlar, devorlarda eski e'lonlar osilib qolgan. Sardor eshikni ochganda ichkaridan galati sukunat sezildi. Ota-onam yo'q, dedi u poyabzalini yecharkan. Qishloqqa ketishgan. Uy toza edi, lekin sovuq. Havo bilan emas, kayfiyat bilan. Ichkarida yana bir kishi bor edi. Bu mening ammam Zulfiya opa, dedi Sardor. Bir necha kundan beri bizda. Unga qaradim. Zulfiya opa 40 yoshlarda bo'lsa kerak. Yuzida charchoq, ko'zlarida esa nimadir og'ir bor edi. U jilmaydi, lekin bu jilmayish yurakka iliq tushmadi, aksincha savol qoldirdi. Mehmon ekansiz, dedi u, xush kelibsiz. Ovozi past, ammo aniq edi. Kechki ovqat jim o'tdi. Sardor telefoniga ko'milib ketdi. Zulfiya opa ba'zan menga qarardi. Men esa nimaga qarayotganini tushunmasdim. Bu qarash sinov emas, qiziqish ham emasdi. Go'yo u meni tanir edi. Qayerdansan? So'radi u nihoyat. Samarqanddan, dedim. U bosh irgadi. Otang tirikmi? Savol galati edi. Juda to'g'ridan to'g'ri. Yo'q, dedim men. Vafot etgan. U yana bosh irgadi. Demak, o'xshash joyimiz bor. Men nimani nazarda tutganini so'ramadim. Kech tushdi. Sardor erta uxlab qoldi. Menga mehmonxona sifatida kichik xona berishdi. Deraza eski, parda yupqa. Ko'chadan chiroqlar xira tushardi. Uxlay olmadim. Ichimda bezoftalik bor edi. Bu qo'rquv emasdi. Bu ogohlantirishga o'xshash bir narsa edi. Soat tungi 2 atrofida eshik sekin ochildi. Men darrov o'tirib oldim. Jahongir, dedi past ovoz. Uxlamayapsanmi? Zulfiya opa edi. Yo'q, dedim. Nimadir kerakmi? U bir lahza jim qoldi. Men bilan oshxonaga chiq, dedi u, gaplashishim kerak. O'rnimdan turdim. Nega bilmadim, rad eta olmadim. Oshxona xira edi. Faqat bitta chiroq yonardi. Stol ustida choynak va 2 piyola turardi. Go'yo u buni oldindan rejalagandek. O'tir, dedi u. Men o'tirdim. Sen bu uyga tasodifan kelmading, dedi u birdan. Yuragim tez urdi. Nima demoqchisiz? So'radim. U menga tik qaradi. Bugun tunda sen bilmasdan oldin hamma narsa o'zgargan. Nimasi o'zgargan? U sekin choy quyib dedi. Chunki sen bu yerga mehmon bo'lib kelding. Lekin bu uyda mehmonlar tasodifan qolmaydi. Shu payt yuqori qavatdan qattiq shovqin eshitildi. Go'yo nimadir qulab tushgandek. Zulfiya opa boshini ko'tardi. Boshlanibdi, dedi u. Nima boshlangan? So'radim qo'rquv bilan. U javob bermadi. Faqat bitta gap aytdi. Agar hozir chiqib ketsang, ertaga tirik bo'lib uyg'onmaysan. Men qotib qoldim. Sozlar qulog'imda jaranglab turardi. Bu nima degani? Dedim. U chuqur nafas oldi. Bu tun sening hayotingni 2 qismga bo'ladi, Jahongir, dedi u, oldin va keyin. Va shu lahzada men angladim. Men bu uyga mehmon bo'lib kelgan edim. Lekin bu tun hammasi boshqacha tugaydi. Eshik ortidagi haqiqat. Yuqoridan kelgan shovqin hali ham qulog'imda jaranglab turardi. Nima boshlanganini ayting, dedim ovozimni past tutib. Bu yerda nima bo'lyapti? Zulfiya opa choynakni joyiga qo'ydi. Qo'llari titramayotgan edi. Aksincha, u juda xotirjam ko'rinardi. Bu xotirjamlik meni yanada qo'rqitdi.
Sen eshitgan tovush, dedi u, bu uy uyg'onganning belgisi. Uy, dedim. Oddiy kvartira-ku bu. U sekin bosh chayqadi. Har bir uy oddiy bo'lavermaydi, Jahongir. Ba'zilari xotiralarni saqlaydi. Ba'zilari esa qarzlarni. Qanday qarzlarni? Qon bilan to'langan qarzlarni, dedi u. Yuragim orqamga tortib ketgandek bo'ldi. Siz hazillashyapsiz, dedim men. To'g'rimi? Agar hazil bo'lsa, dedi u sekin, nega Sardor bu uyda hech qachon yolg'iz uxlamaydi? Men jim qoldim. Haqiqatan ham Sardor mehmonxonada uxlagan edi. Oshxonasiga kirmagan. Chunki yuqori xonada Zulfiya opa gapini tugatmadi. Nima bor u yerda? U yerda otasi bor, dedi u. Sardorning otasi qishloqda emasmidi? U tirik emas, dedi u, lekin ketmagan. Oshxonadagi chiroq bir lahzaga ochib yoqildi. Men beixtiyor o'rnimdan turdim. Sizga ishonmayman, dedim. Bu aqldan ozgan gaplar. Zulfiya opa menga uzoq tikildi. Sen bu uyga kelganingda, dedi u, eshik oldida nimani sezding? Oylab ko'rdim. Sovuqni, dedim. Yo'q, dedi u, og'irlikni. Ichimda nimadir qimirlagandek bo'ldi. Bu uyda bir necha yil oldin fojia bo'lgan, davom etdi u, Sardorning otasi shu yerda vafot etgan. Lekin u ketishni xohlamagan. Buni qanday bilasiz? Chunki u meni chaqirdi, dedi u. Siz kimsiz o'zi? U ko'zlarini pastga tushirdi. Men bunday uylarni tinchlantiraman, dedi u, kechalari. Yuqoridan yana shovqin eshitildi. Bu safar aniqroq edi. Qadam tovushi. Sekin, lekin aniq. Men eshik tomonga qaradim. U tushyapti, dedi Zulfiya opa. Va u seni sezdi. Nega aynan meni? Dedim. Chunki sen begona emassan, dedi u, sen bu uyga mos kelding. Nimaga mos? Qarzga, dedi u. Men ortga chekildim. Men bu yerda qolmayman, dedim. Hozir ketaman. Agar chiqib ketsang, dedi Zulfiya opa qat'iy, u seni ergashib chiqadi. Kim? U. Shu payt zinapoyadan og'ir qadam eshitildi. Bir qadam. Yana bir. Go'yo kimdir shoshilmay pastga tushayotgandek. Zulfiya opa o'rnidan turdi. Endi kech, dedi u, sen bilishing kerak bo'lgan narsani bilib bo'lding. Qaysi narsani? U menga tik qaradi. Bu uyga mehmonlar tasodifan kelmaydi, dedi u, ular chaqiriladi. Kim chaqiradi? U javob bermadi. Chunki shu payt oshxona eshigi ortida soya paydo bo'ldi. Qochish. Oshxona eshigi ortidagi soya qimirlamadi. U na oldinga yurdi, na orqaga chekingandek bo'ldi. Go'yo u yerda turishning o'zi yetarli edi. Men nafasimni ushlab qoldim. Qarama, dedi Zulfiya opa past ovozda. Uni ko'rishga shoshilma. Bu nima? Dedim shivirlab. Bu qarz egasi, dedi u, Sardorning otasi. U arvohmi? U ketolmagan odam, dedi u, eng xavflisi ham shular. Yuragim qattiq urardi. Men bu yerda qolmayman, dedim qat'iy. Qanday bo'lmasin, chiqib ketaman. Zulfiya opa boshini chayqadi. Qochishdan oldin bir narsani bilib ol, dedi u, bu uy kimni chaqirsa, uni oson qo'yib yubormaydi. Unda nega meni chaqirdi? U menga tik qaradi. Chunki sening otang ham ketolmagan, dedi u. Bu gap meni joyimda mixlab qo'ydi. Otam bu uyda bo'lmagan, dedim. Lekin u ham qarz bilan ketgan, dedi Zulfiya opa. Ba'zi qarzlar devorlarga bog'lanmaydi. Ular odamdan odamga o'tadi. Zinapoyadan yana qadam tovushi eshitildi. Bu safar yaqinroq. Sardor qayerda? So'radim birdan. U uxlayapti, dedi Zulfiya opa. Yoki uxlayotgandek. Uni uyg'otish kerak. Yo'q, dedi u keskin. U hozir aralashsa barchasi buziladi. Nima buziladi? Muvozanat. Men orqaga chekildim va eshik tomon yugurdim. Qo'lim tutqichga yetganda sovuq qo'limdan o'tdi. Eshik ochilmadi.
Qulflanmagan edi, lekin bo'ysunmadi. Och, dedim tishlarimni qisib. Eshik jim qoldi. Bu uy eshiklarini faqat o'zi ochadi, dedi Zulfiya opa ortimdan. Demak, oynadan chiqaman. Men deraza tomon yugurdim. Oyna ochildi. Lekin tashqarida zinapoya yo'q edi. O'rnida boshliq. Qora, tubsiz boshliq. Men ortga sakrab tushdim. Bu mumkin emas, dedim. Bu tun hammasi mumkin, dedi Zulfiya opa. Yuqoridan tushayotgan qadamlar to'xtadi. Endi u pastda edi. Oshxona eshigi sekin ochildi. Ichkariga havo sovidi. Men yuzimni ko'ra olmadim. Faqat og'ir hid, eski tamaki va nam devor hidi. U gapirmaydi, dedi Zulfiya opa. U oladi. Nimani oladi? Qarzini, dedi u, kimdir bu uyda qolish kerak. Nega Sardor emas? Baqirdim. Chunki Sardor allaqachon to'lagan, dedi u bu uyda tugilgan. Unda menchi? Zulfiya opa jim qoldi. Bu jimlik javobdan og'irroq edi. Soya oldinga bir qadam tashladi. Men orqaga chekindim. To'xtang, dedim. Nima qilishim kerak? Zulfiya opa menga tik qaradi. Sen bu tun tanlov qilasan, dedi u qochib emas. Qabul qilib. Nimani? Haqiqatni, dedi u va narxni. Shu payt yotoqxonadan Sardorning ovozi eshitildi. Jahongir, dedi u. Sen bu yerdamisan? Soya to'xtadi. Zulfiya opa keskin burildi. Endi kech, dedi u uyg'ondi. Va men tushundim. Bu tun faqat men uchun emas edi. Bu tun hamma uchun boshqacha tugaydi. Talab. Sardor oshxona eshigida paydo bo'ldi. U uyg'ongandek emasdi, go'yo bu lahzani oldindan bilib turgandek edi. Ko'zlari qizarib ketgan, yuzi oqarib turgan. U Zulfiya opaga qaradi, so'ng menga. Demak boshlanibdi, dedi u past ovozda. Sen buni bilardingmi? Dedim jahlim chiqib. Meni atay olib keldingmi bu uyga? Sardor ko'zlarini olib qochdi. Men buni xohlamagan edim, dedi u, lekin u tanlaydi. Har doim. Kim tanlaydi? Uy, dedi Sardor. Yoki undagi narsa. Zulfiya opa stolga o'tirdi. Endi yashirishning foydasi yo'q, dedi u uyg'ondi. Demak, qaror aytiladi. Qanday qaror? Dedim. Sardor chuqur nafas oldi. Bu uyda har 21 yilda bir marta qarz to'lanadi, dedi u, kimdir qoladi. Qoladi, dedim. Qanday qilib? Avval ham shunday bo'lgan, dedi u, mening bobom. Keyin otam. Soya qimirlamadi. U tinglayotgandek edi. Otang qayerda? So'radim. Shu yerda, dedi Sardor. U uyning bir qismi bo'lib qolgan. Ichimda sovuq yurdi. Unda nega sen emas? Dedim. Chunki men tugilganda, dedi Sardor, otam meni almashtirdi. Nima? U o'zi ketdi, dedi Sardor ovozi titrab. Meni saqlab qolish uchun. Zulfiya opa bosh irgadi. Shu sabab u yangi odam izlaydi, dedi u, qarz to'liq yopilmagan. Va men, dedim. Sen mos kelding, dedi u, yoshing 21da. Qon chizigida boshliq bor. Sen bu uyga qarshi turmaysan. Men qolmayman. Baqirdim. Agar qolmasang, dedi Sardor sekin, uy meni oladi. Men jim qoldim. Bu jimlikda hamma narsa bor edi. Soya oldinga chiqdi. Bu safar men uning yuzini ko'rdim. U Sardorga o'xshardi. Juda o'xshardi. Otang, dedim. Endi u faqat qarz, dedi Zulfiya opa. Odam emas. Soya ovoz chiqarmadi. Lekin xona sovidi. Chiroq titradi. U tanlovni kutyapti, dedi Zulfiya opa. Yoki sen qolasan. Yoki Sardor. Sardor menga qaradi. Men bunga tayyorman, dedi u, men buni butun umr kutdim. Yo'q, dedim. Bu adolat emas. Bu adolat haqida emas, dedi u, bu muvozanat haqida. Men boshimni ushladim.
Qanday qilib buni to'xtatish mumkin? So'radim. Zulfiya opa bir lahza jim qoldi. Bitta yo'l bor, dedi u, lekin u yo'l qaytmas. Qanday yo'l? Qarz egasiga qarshi turish, dedi u bilan yuzma-yuz. Va kimdir baribir yo'qoladi, dedi u. Soya yana bir qadam tashladi. Qaror qil, dedi Sardor past ovozda. Iltimos. Men unga qaradim. Bu tun mehmon bo'lib boshlangan edi. Endi esa men tushundim. Bu uy mehmonlarni qabul qilmaydi. U qurbonlarni tanlaydi. Yuzma-yuz. Xonada havo og'irlashdi. Bu sovuq emasdi. Bu bosim edi. Go'yo devorlar yaqinlashayotgandek, shift pastlayotgandek. Soya qimirlamasdan turardi, lekin uning borligi har bir nafasda sezilardi. Endi tanlov vaqti, dedi Zulfiya opa past ovozda. Lekin oldin sen bilishing kerak bo'lgan yana bir haqiqat bor. Qanday haqiqat? Dedim men tomog'im qurib. U chuqur nafas oldi. Men bu uyga birinchi marta kelganimda, dedi u, mehmon emas edim. Sardor unga qaradi. Amma, dedi u. Ha, dedi u bosh irgab. Men ham tanlangan edim. Yuragim tez urdi. Nima? Dedim. Unda nega siz qolmadingiz? Zulfiya opa ko'zlarini pastga tushirdi. Chunki men qochdim, dedi u, va buning uchun kimdir to'ladi. Kim? Mening ukam, dedi u, Sardorning otasi. Xonada sukunat cho'kdi. Demak, dedim sekin, bu hammasi sizdan boshlangan. Yo'q, dedi u, lekin men zanjirni uzolmadim. Soya qimirlagandek bo'ldi. Bu safar u aniq oldinga chiqdi. Uning qiyofasi xiralashib, keyin yana aniqlashdi. U haqiqatan ham Sardorga o'xshardi. Bir xil ko'zlar. Bir xil iyak. U sen bilan gaplashmaydi, dedi Zulfiya opa. Lekin seni eshitadi. Undan nima so'rashim kerak? Dedim. Nega aynan men? Dedi Sardor pichirlab. Men Soya tomon bir qadam tashladim. Oyog'im sovuq polga yopishib qolgandek bo'ldi. Nega men? Dedim baland ovozda. Havo qimirlagandek bo'ldi. So'ng ichimda ovoz paydo bo'ldi. Bu quloq bilan eshitiladigan ovoz emas edi. Bu xotira edi. Chunki sen qarzdan qochmagansan. Tizzalarim bo'shashdi. Qanday qarz? Dedim. Otang bergan vaqti. Otam. Men bolaligimni esladim. Otamning tungi sukutlarini. Ba'zan bir nuqtaga tikilib qolishini. So'ng bir kuni yuragi to'xtaganini. U nimani berdi? Dedim. O'z navbatini. Zulfiya opa bosh irgadi. Sen buni bilmasding, dedi u, lekin otang bu uydan bir odamni qutqargan. O'rniga o'z vaqtini bergan. Kimni? Meni, dedi u sekin. Shuning uchun men tirikman. Sardor menga qaradi. Demak, dedi u, bu zanjir sen orqali qaytib kelgan. Soya yana yaqinlashdi. Bu safar qo'rqmadim. Agar men qolsam, dedim, Sardor erkin bo'ladimi? Havo yana qimirlagandek bo'ldi. Qarz yopiladi. Agar men ketmasamchi? Unda u ketadi. Men Sardorga qaradim. U boshini chayqadi. Men bunga tayyorman, dedi u, sen bu yerga mehmon bo'lib kelgansan. Men esa bu uyning qoniman. Yo'q, dedim. Mehmon ham ba'zan uy egasidan ko'ra ko'proq mas'ul bo'ladi. Zulfiya opa menga qaradi. Ko'zlarida yosh bor edi. Agar sen qolsang, dedi u, men seni bu holga solganim uchun umrim bo'yi o'zimni kechira olmayman. Siz allaqachon bu bilan yashayapsiz, dedim. Balki endi tugatish vaqti kelgandir. Men Soya oldiga yana bir qadam tashladim. Qanday qolaman? Dedim. Zulfiya opa javob berdi. Sen bu uy bilan kelishuv qilasan, dedi u seni oladi. Lekin seni yo'q qilmaydi. Qanday qilib? Sen ham uning bir qismi bo'lasan, dedi u, ammo ongli. Sardor baqirdi. Yo'q. Men qo'limni ko'tardim. Hali yakun emas, dedim.
Chunki ichimda bir narsa bor edi. Bu tun hali oxirgi sozini aytmagan edi. Kelishuv. Xonadagi havo yana og'irlashdi. Bu safar bosim devorlardan emas, ichimdan kelayotgandek edi. Soya jim turardi. Zulfiya opa nafasini sekin oldi, xuddi hozir aytiladigan sozlar ortga qaytmasligini bilayotgandek. Kelishuv oddiy emas, dedi u qog'oz bilan yozilmaydi. Qon bilan ham emas. Unda nima bilan? So'radim. Vaqt bilan, dedi u. Sardor o'rnidan turdi. Nima degani bu? Dedi u Jahongirning vaqtini oladimi? Zulfiya opa bosh irgadi. Hayotini emas, dedi u, lekin yo'lini. Soya sekin oldinga siljidi. Bu safar sovuq bo'lmadi. Aksincha, galati iliqlik sezildi. Go'yo qishdan keyin kirib kelgan bahor shamoli kabi. Lekin bu iliqlik aldayotgandek edi. Ichimda yana o'sha ovoz paydo bo'ldi. Qol. Agar qolsam, dedim baland ovozda, men nima bo'laman? Eshik. Qanday eshik? Keluvchilar va ketuvchilar o'rtasida. Yuragim qattiq urdi. Demak, men chiqib keta olmayman. Sen tanlaysan. Zulfiya opa tushuntirdi. Sen bu uyda yashaysan, dedi u, lekin oddiy odamdek emas. Sen uni uyg'otmaysan, sen uni tinchtirasan. Har 21 yilda keladigan qarzni sen to'xtatasan. Qanday qilib? Mehmonlarni qaytarib, dedi u chaqirganlarni yuborib. Sardor boshini chayqadi. Bu adolat emas, dedi u Jahongirning hayotini o'g'irlaydi. U allaqachon o'g'irlangan, dedi Zulfiya opa sokin. Otasining qarori bilan. Bu gap o'g'ir urdi. Soya yana yaqinlashdi. Endi u qo'rqinchli ko'rinmasdi. Aksincha, charchagan edi. Juda charchagan. Go'yo u ham bu zanjirdan charchagandek. Vaqt kam. Nima bo'ladi, agar kelishuvni rad qilsam? So'radim. U ketadi. Soya Sardor tomonga o'g'ir qadam tashladi. To'xta, dedim baland ovozda. Soya to'xtadi. Zulfiya opa menga qaradi. Mana, dedi u seni eshitadi. Qo'llarim titrardi. Bu tanlov olim haqida emasdi. Bu hayotning qaysi shaklini tanlash haqida edi. Agar men qolsam, dedim, Sardor ketadimi? Erkin bo'ladi. Agar men ketsamchi? Zanjir davom etadi. Men ko'zlarimni yumdim. Otamni esladim. Uning jimligini. Uning ba'zan uzoqqa tikilib qolishini. Balki u ham bir vaqtlar shu savolga duch kelgandir. Men qolaman, dedim nihoyat. Sardor baqirdi. Yo'q. Sen buni qilma. Men unga qaradim. Men mehmon bo'lib kelgan edim, dedim. Lekin mehmon ham ba'zan uydan qarzdor bo'lib chiqadi. Soya bir qadam yaqinlashdi. Ichimda sovuq yurdi. Nafasim qisildi. Ko'zim qorong'ilashdi. Endi eng qo'rqinchli qismi, dedi Zulfiya opa. U seni eslab qolish kerak. Qanday qilib? Sen u bilan yolg'iz qolasan, dedi u bir lahza. Lekin o'sha lahza sen uchun uzun bo'ladi. Chiroqlar ochdi. Sardor va Zulfiya opa xuddi xira tuman ortiga kirib ketgandek bo'lishdi. Men esa yolg'iz qoldim. Soya ro'paramda turardi. Havo jim. Keyin ichimda ovoz yana yangradi. Qo'rqma. Qanday qilib qo'rqmayman? Dedim. Men ham qo'rqdim. Sen kim eding? So'radim. Bir lahza sukunat. So'ng javob keldi. Men ham mehmon edim. Yuragim muzlab ketdi. Va men tushundim. Men birinchi emasman. Lekin balki oxirgisi bo'lishim mumkin. Eslab qolish. Chiroqlar ochganida vaqt ham ochgandek bo'ldi. Men qayerda turganimni bilardim, lekin qachon turganimni bilmasdim. Nafasim bor edi, yuragim urardi, ammo ular menga tegishli emasdek tuyulardi. Qarshimda Soya turardi. Endi u qanchalik yaqinligini masofalar bilan o'lchab bo'lmasdi. Meni eslab qol, dedi ichimdagi ovoz. Nega? Dedim men.
Chunki eslanmaganlar yo'qoladi. Soya sekin ko'rinishga kirdi. U odam edi. Qari emas, yosh ham emas. Yuzi tanish, lekin xotirada emas, qonimda tanish. Ko'zlarida charchoq bor edi. Juda uzoq kutgan odamning charchogi. Sen bu uyni qachon topding? So'radim. Men uni topmadim. U meni topdi. Atrof o'zgara boshladi. Devorlar chekinib, eski xonalar paydo bo'ldi. Yog'och hidini sezdim. O'choqning issigi, shamning tutuni. Bu uy avval boshqacha edi. Uy emas, panoh edi. Bu yer qachon qarzga botdi? Dedim. Qachonki panoh savdoga aylandi. Ko'z oldimdan manzaralar o'tdi. Odamlar kelardi. Ketardi. Ba'zilari qaytmasdi. Kimdir o'z vaqtini berardi, kimdir birovnikini. Har 21 yilda bitta eshik yopilar, bittasi ochilar edi. Nega aynan 21? So'radim. Chunki odamlar bu yoshda tanlov qiladi. Men yutindim. Demak, men tanlovman. Sen tanlovni qabul qilgansan. Birdan ichimda og'irlik paydo bo'ldi. Bu og'riq emasdi. Bu yo'qotish hissi edi. Xotiralarim qimirlay boshladi. Ba'zilari xiralashdi. Ba'zilari uzoqlashdi. To'xta, dedim. Mendan nimani olyapsan? Vaqtingni emas. Unda nimani? Yo'llaringni. Men tushundim. Men endi tashqarida yashay olmayman, dedim. Sen tanlagancha yashaysan. Qanday narx bu? Eslab qolish. Birdan Sardorning ovozini eshitdim. Juda uzoqdan. Jahongir. Men unga yetolmasdim. Agar men bu yerni tinchlantirsam, dedim, yana mehmonlar keladimi? Agar sen eslasang, yo'q. Demak, hammasi senga bog'liq. Ha. Atrof yana o'zgardi. Men yana oshxonada edim. Chiroqlar asta yonib keldi. Zulfiya opa va Sardor ro'paramda turardi. Ularning ko'zlari qizarib ketgan. U seni qabul qildimi? So'radi Zulfiya opa. Men bosh irgadim. U seni eslab qoldi, dedi u, endi u tinchlanadi. Qancha vaqtga? So'radi Sardor. Men javob berdim. Mening vaqtimcha. Ichimda bo'shliq bor edi. Bu bo'shliq qo'rqinchli emasdi. U sokin edi. Lekin men bilardim, bu bo'shliq to'lib bo'lmaydi. Endi nima bo'ladi? So'radi Sardor. Endi men qolaman, dedim. Qanday qilib? Dedi u. Eslab, dedim. Har bir kelgan odamni qaytarib. Har bir eshikni yopib. Zulfiya opa ko'z yoshlarini yashirdi. Bu mening qarzim edi, dedi u, sen to'lading. Yo'q, dedim. Men faqat qabul qildim. Shu payt deraza ortidan tong yorug'i tushdi. Uy jim edi. Birinchi marta chinakamiga jim. Lekin men bilardim, kelishuvning yana bir qismi bor. U hali aytilmagan edi. Yangi hayot. Tong yorishganda uy boshqacha edi. Devorlar endi bosim qilmasdi. Shift pastlashmayotgandek tuyulardi. Havo sovuq emas, xotirjam edi. Go'yo uy ham chuqur nafas olib, nihoyat tinchlangandek. Men deraza yonida turdim. Ko'cha osha-osha edi. Mashinalar o'tardi. Odamlar ishga shoshardi. Hayot davom etardi. Faqat men uchun u endi boshqa tomondan ko'rinardi. Sen qolishing shart emas, dedi Sardor sekin. Biz yo'lini topamiz. Men bosh chayqadim. Endi yo'l yo'q, dedim. Bu uy meni tanidi. Zulfiya opa menga uzoq qaradi. U seni qanday o'zgartirganini sezayapsanmi? So'radi u. Men quloq soldim o'zimga. Ha, dedim. Men endi bu joyni eshitaman. Birinchi kunlar galati o'tdi. Uyda yolg'iz qolardim. Sardor universitetga ketdi. Zulfiya opa esa sekin-sekin kamroq keladigan bo'ldi. Go'yo u ham bu joydan uzilayotgandek. Men esa uy bilan muloqot qilardim. Bu so'z bilan emas edi.
Bu his bilan edi. Qaysi xonada qachon jimlik kuchayishini, qaysi burchakda xotira to'planayotganini sezardim. Mehmonlar keladimi? So'radim bir kuni ichimda. Javob darhol keldi. Sinov bo'ladi. 3-kuni eshik jiringladi. Yuragim tez urdi. Men eshik tomon bordim. Tutqichni ushladim. Ichimda ogirlik sezildi. Bu ogohlantirish edi. Eshikni ochmadim. Kim bor? Dedim. Javob bo'lmadi. Ammo ogirlik kuchaydi. Ket, dedim past ovozda. Bu yer sening joying emas. Bir necha soniya o'tdi. So'ng ogirlik yo'qoldi. Men eshikni ochdim. Hech kim yo'q edi. Lekin bilardim, bu birinchi sinov edi. Kechqurun Sardor qaytdi. Kimdir kelibdi, dedi u. Kelib ketdi, dedim. U menga qaradi. Sen buni qayerdan bilding? Uy aytdi, dedim. U jim qoldi. Endi sen haqiqatan ham, dedi u, qolibsan. Ha, dedim. Lekin men yo'qolmadim. Kunlar o'tdi. Men tashqariga kam chiqadigan bo'ldim. Chiqsam ham uzoqqa ketmasdim. Qanchalik uzoqlashsam, ichimdagi ogirlik shunchalik kuchayardi. Uy meni chaqirmasdi, u meni ushlab turardi. Bu oxirgi shart, dedi bir kuni Zulfiya opa. Sen uzoqqa ketolmaysan. Qancha uzoq? So'radim. Qanchalik yuraging tortsa, dedi u. O'sha kecha uy yana ovoz berdi. Bu safar ichimda aniq va ravshan. Unutma. Nimani? Dedim. Agar sen unutishni boshlasang, men uyg'onaman. Yuragim siqildi. Demak, men doim eslashim kerak. Ha. Nimaning evaziga? Javob kelmadi. Lekin ichimda nimadir sovidi. O'sha payt men angladim. Kelishuvning oxirgi sharti yolg'izlik edi. Men odamlar orasida bo'lishim mumkin. Gaplashishim mumkin. Kulishim mumkin. Lekin hech kim bilan bu yukni bo'lisha olmayman. Deraza yoniga qaytdim. Ko'chada yosh yigitlar kulib o'tayotgandi. Mening yoshimda. Erkin. Beparvo. Men ko'zimni yumdim. Men tanladim, dedim ichimda. Endi ko'taraman. Uy jim edi. Bu jimlik rozilik edi. Uzilish. Vaqt sekinlashdi. Kunlar bir-biridan farq qilmay qoldi. Ertalablar uy jim edi, kechalari esa ichimda nimadir hushyor turardi. Men endi vaqtni soat bilan emas, ogirlik bilan o'lchardim. Qachon devorlar yengillashadi, qachon jimlik chuqurlashadi. Bir kuni Sardor keldi. U qo'lidagi sumkani yerga qo'ydi va menga uzoq qarab turdi. Sen o'zgaryapsan, dedi u nihoyat. Qanday? So'radim. Go'yo bu uy seni ichkariga tortyapti, dedi u, go'yo sen tashqariga tegishli emassan. Men inkor qilmadim. Men ikkala tomondaman, dedim. Shuning uchun og'ir. Sardor stulga o'tirdi. Men qochib ketmoqchiman, dedi u. Bu gap kutilmagan bo'lsa ham mantiqli edi. Qayerga? So'radim. Boshqa shaharga. Bu uydan uzoqroqqa. Ichimda nimadir qimirladi. Sen keta olasan, dedim. Endi sen erkinsan. Erkin bo'lsam ham, dedi u, seni bu yerda qoldirib keta olmayman. Sen ketishing kerak, dedim qat'iy. Aks holda uy seni yana chaqiradi. U jim qoldi. O'sha kecha uy birinchi marta bezovta bo'ldi. Devorlar sovidi. Jimlik qalinlashdi. Ichimda ogirlik kuchaydi. U ketmasin. Yo'q, dedim ichimda. Bu shartda yo'q. Ogirlik yanada kuchaydi. U bilan bog'liq xotira bor. Men tishlarimni qisdim. Sen tinchlanishing kerak, dedim. Kelishuv shunday. Bir lahza sukunat. So'ng ogirlik sekin chekindi. Uy orqaga chekindi. Ertalab Sardor menga qaradi. Kecha nimadir bo'ldimi? So'radi u. Ha, dedim. Uy seni ushlab qolmoqchi bo'ldi. Demak, men to'g'ri qaror qilganman, dedi u. Ha.
U chuqur nafas oldi. Senchi? Men qolaman, dedim. Shu yerda. Qachongacha? Men javob bermadim. O'sha kuni men tashqariga chiqib uzoqroqqa yurib ko'rdim. Avval ham qilganman. Lekin bu safar ichimdagi og'irlik keskin kuchaydi. Nafasim qisildi. Qadamlarim sekinlashdi. Juda uzoq, dedi ichimdagi ovoz. Men qaytaman, dedim. Og'irlik sekin chekina boshladi. Men qaytdim. Uy tinchlandi. Kechga borib Zulfiya opa keldi. U eshikda to'xtab qoldi. Sen chegaraga yaqinlashyapsan, dedi u. Qaysi chegaraga? Unutish chegarasiga, dedi u. Sen tashqariga chiqishni xohlay boshlayapsan. Bu yomonmi? Bu xavfli, dedi u. Agar sen unutishni boshlasang, u yana tanlaydi. Kimni? Zulfiya opa menga tik qaradi. Yangi mehmonni. O'sha payt eshik jiringladi. Uchimiz bir-birimizga qaradik. Ichimda og'irlik keskin kuchaydi. Kimdir kelyapti, dedim. Sen nima qilasan? So'radi Sardor. Men eshik tomon bordim. Qo'lim tutqichda to'xtadi. Ichimda ikkita ovoz bor edi. Och. Yop. Agar ochsam, kelishuv sinovdan o'tadi. Agar yopiq qoldirsam, uy uyg'onishi mumkin. Men chuqur nafas oldim. Va shu lahzada angladim. Bu tun yana hammasini o'zgartirishi mumkin. Oxirgi eshik. Qo'lim eshik tutqichida qotib qoldi. Ichimdagi og'irlik bu safar boshqacha edi. Bosim emas, ogohlantirish. Uy jim turardi. Juda jim. Bu jimlik tinchlik emasdi. Bu kutish edi. Ochma, dedi Sardor past ovozda. Ochmasam bo'lmaydi, dedim men. U allaqachon tanlab bo'lgan. Eshik jiringladi yana bir bor. Men eshikni ochdim. Eshik ortida bola turardi. 18 yoshlar atrofida. Yelkasida eski ryukzak. Ko'zlarida charchoq va adashganlik. U menga qaradi. Kechirasiz, dedi u, bu yerda. Sardor degan yigit yashaydimi? Ichimda nimadir qars etib uzildi. Sen kimsan? So'radim. Ismim Kamol, dedi u. Men bu manzilni tushimda ko'rdim. Zulfiya opa ortimdan pichirladi. Oxirgi mehmon. Uy ichida havo qimirlamadi. Bu safar sovuq kelmadi. Lekin ichimda og'irlik yana kuchaydi. Yo'q, dedim ichimda. Bu safar yo'q. Kamol ichkariga qadam tashlamoqchi bo'ldi. Men oldinga chiqib yo'lini to'sdim. Sen bu yerda qololmaysan, dedim. Nega? Dedi u hayron. Men faqat bir kecha. Bu so'z yuragimga urildi. Yo'q, dedim qat'iy. Bu uy mehmon qabul qilmaydi. Uy birinchi marta qarshi chiqdi. Devorlar titradi. Chiroqlar ochib yoqildi. Ichimda